Do'stlar, bu ketishda katta biznesmen bo'lib ketaman. Hurmatli do'stlar, qadrdonlar, nasib qilsa qovun ortib oldik. Yana endi Haydarobod qishlog'i va Qorakamar qishlog'i, undan ziyodi qolganlar qishloqlarga aylantiramiz va Qizil ketmongacha boramiz. Qovunlar kerak bo'lsa bemalol raqamlarga telefon qilaverasizlar. Nasib qilsa biz yo'lda, nima deydi? Bir inson musofirdan turib, Rossiyadan turib bir kishiga 10 dona xayr ehson qildi. Keyin o'ziga oldi. Maslashib qolamiz. Haydarobod qishlog'iga ham yetib kelib qoldik. Qovunlarni ko'rib turibsizlar. Haydarobod qishlog'iga bu yerda dastavkamiz bor, ehson bo'lyapti xudo xolasa. Keyin Qorakamarga boramiz, keyin yana Kamintarada yopib qolamiz, bunaqa buril. Qorakamarga boramiz, yana kimgadir kerak bo'lsa Kamintaraga yozib chiqib ketaverasizlar do'stlar. Kamintarada murojaat uchun telefon nomerlab qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin, hurmatli do'stlar. Biz sizlarga mana shunday qovunlarni yetkazib beramiz. Yana bir 2-3 kunlik mashq qoldi. Qovunlar borib bitkazib beraveramiz. Hurmatli do'stlar, nasib qilsa mana aytilgan mana shu xayr ehson qovunlarimizni olib tushiryapmiz mana qovun akalarimizga. Xuddi Moskvadan bu ehson bo'lyapti. Kimligini men bilmayman. Mana shuni tushiryapmiz xudo xolasa. Mana bitta, ikkita, uchta. Tushiraverman. Oltita. Yettita. Bu 8ta. Bu 3'lar. Nega olsun? Mana bu 9ta. Bunisi 10ta. Mazza qilib bering. Yaxshi deb turibdi qovunlar, maylimi? Ikkita polvonga xudo xolasa ehson bo'lingan mana shu 10 ta qovunimiz dastavka qilib uyiga chopib beryapmiz. Endi bitta duo qilib qo'yasiz o'zingiz, maylimi yanga? Mayli, ilohim men nima ekan niyat qilgan niyatlarga jetsin. Amin. Nima ishlariga baraka bersin, fayz baraka rizqini bersin, bolalarni huzur-halotini bersin. Bizga birini berib o'nga xudomini bersin. Nima ekan niyat qilib niyatlariga yetib ilohim. Allohu akbar. Mana akam videoni ko'rib ko'rayotgan bo'lsangiz, aytgan qovunlaringizni olib tushirdik. Nasib bo'lsa biz endi sizning uyingizga boramiz. Videoni kuzatishda davom etasiz, hurmatli do'stlar. Nasib bo'lsa biz yo'lda yana. Mayli bo'lsa sog' bo'lasizlar. Rahmat. Bizning boradigan yo'llarimizni qaranglar. Sentralning katta zevorda ustida ko'prik o'yilib yotdi. Sentraldan baliq ovlaganlar bormi? Bu yerda paxtalarning balandligini qaranglar. Paxta nihoyat juda ham zo'r, yaxshi ekanda, lekin bo'yi past bo'lib qoldi.
yo suv quyilmagan, yo dori berilmagan. Gullab, ko'raklab yotdi lekin. Biz bir joylarga kelib qoldik. Buni qarangizlar. Nima deysizlar bularga? Mana bu yerda suv bashni bor ekan, bu yerdan shilang o'tkazyaptimi? Qorakamarga kelamiz deb Mirzobod qishlog'iga kelib qolibmiz. Yo'lda adashibmiz. Endi mana bu yo'ldan Qizilketmanga chiqib, shundaga aylanib Qorakamarga boramiz ekan. Hozir yo'lda so'radik. Hay bo'lib turadi. Bu yerda hozir 3 tasi 15 talik mayda qonlardan bir kishi olib qoldi. Nasib bo'lsa, akamiz Moskvadan qilib zakaz qilgan edi. Mana bu qovunlarni mana отдельно qilib qo'yganmiz. Uyiga borib beramiz asabga qilib hozir. Mana shu qovunni. Bundan buyog'i sotiladi mana bular. Qorakamar degani ham juda katta qishloq ekan. Yo'lda kelyapmiz, adashib qoldik. Xullas, so'rasak hozir bu yerda odam ko'p ekanda, maqsad ko'pchilik bir-birini tanimaydigan. Hozir yo'lda kelyapmiz. Qorakamar sentriga keldik, adashmasak. Mana bu yerda dorixona va hamma narsa bor ekan. Yangi ochilgan xizmat, sartaroshxona, bu ikkinchi etaji zal ekan. Biz hozir bu yo'ldan chiqib keldik Mirzoboddan. Mana endi bu tarafga ketamiz. Bu yoqda mini stadion bilasizlar. Shu tarafga boramiz hozir. Agar mabodo mana shu kuchuk bo'shalib ketsa bormi? Chaynamay yutadi, chaynamay. Mana akamizning xonadoniga keldik, Qorakamar qishlog'iga. Qovunni yetkazib keldik uyigacha. Yo bu uymi ekan? Aniqini bilmayman. Cema mavzu tushib kiradi. Qo'rqma. Ana uni ikkita kirib ukasiga yordam ber. Katta. İşte. 14'te. Bunisi 15'te. 15 taga pul berganda men yana bitta qo'shib beraman. 5ta, mana 16ta. Bitta qo'shib berdim mana. Kamera qovurib qoldi. Bittasi jorilib. Yo, bismillah.